Xitoy tajovuzchilari Sharqi Turkistonda xizmatchi qabul qilish e'loni tarqatdi. Yoshlar va xalq tashkiloti to'rining 23 avgust bergan xabaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy yaqinda Sharqi Turkistonda keng ko'lamda bexatarlik ommaviy mulozimat, ma'arif va aviatsiya qatorliq organ va sohalarda xizmatchi qabul qilish e'loni tarqatgan. Xabarlarda bildirilishicha, xizmatchi qabul qilishda bir xil siyosiy o'tkal imtihoni bor ekan. Torbatdagi e'lon mazmunidan qaraganda Uyg'urlarning ko'p sonliqining siyosiy o'tkal imtihonidan o'talmaydiganligi. Bu imtihondan faqatla Xitoy fuqarosi o'talaydiganligini, Xitoyning yuqorqi shartni qo'yishdagi maqsadi bo'lsa, Xitoy fuqarolarini Sharqiy Turkistonga o'rinlashtirish ekanligi. Bundan keyin ommaviy mulozimat va ma'arif sohasida Xitoy fuqarolariga asosiy qatlamdagi o'rinni egallatish ekan. Xabarda yana Xitoyning Sharqiy Turkistonga yerlashgan Xitoy fuqarolarini haqsiz o'ltiraq uylarga o'rinlashtirish, vaqtida nopusga o'ltirg'izish, Sharqiy Turkistonda o'ltiraqlashgan Xitoy fuqarosiga 30 ming yuan ishga o'rinlashish xarajati berish qatorliq ilhom berish tadbirlarining turkisida allaburun 12 ming Xitoy fuqarosi tizimga oldiganligi bildirilgan. Xabarda yana Sharqiy Turkistonning Qarqash nahiyasi 3 yillik to'xtam bilan 15 mingga yaqin o'rta maktab o'quvchisi qabul qilish iltimosi qilganligini, biroq Go'mi nahiyasining o'qituvchilikka kelgan Xitoy fuqarolarini hech qanday yeziq imtihoniga qatnashtirmaydiganligi, xizmat o'rniga kelish davomidagi yo'l kirasining hammasini haqsiz qiladiganligiga va'da berganligini xabar qilgan. Sharqiy Turkistonliklar ta'lim-tarbiya sohasida xizmat guruhi qurildi. 2017 yili 18 avgust Sharqiy Turkiston Ulamolar birligining tashkillashi bilan Sharqiy Turkiston Ulamolar birligi ishxonasida muzokara yig'ini orqali Misrdan kelib Turkiyaga o'rnashayotgan o'quvchilarga yordam qilish maxsus xizmat guruhi qurildi. Xizmat guruhiga Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati, Sharqiy Turkiston Ulamolar birligi, Sutuq Big'roxon ilm va madaniyat vaqfi, O'quv Uyg'ur bilik yurti, Qutatg'u bilik ilmiy tadqiqot jamiyati, Darul Iman ta'lim-tarbiya va madaniyat xizmatlari jamiyati qatorliq jamiyat va tashkilotlar a'zo bo'ldi. Yig'inda Misrdan Turkiyaga kelib o'rinlashayotgan o'quvchilarning sonining ko'pligi, eng muhim bo'lgani kelgusimizning umidi bo'lgan o'quvchilarimizning ko'p qismining Xitoyning yo'lsizligi va zulmi sababli ota-onasi bilan bo'lgan aloqasining uzilib qolganligi, ularning o'rinlashishi uchun birlikda harakat qilinmasa bo'lmaydiganligi, ularning hozirgi o'rinlashishiga emas, balki ularning o'rinlashib bo'lgandan keyingi o'qishlarini davomlashtirish, universitetlarga kirish masalasining to'limi muhim ekanligi. Bu jihatlarda ularga ruhiy va moddiy taraflardan yor yo'lakda bo'lishning ta'xirsiz bir xizmat ekanligimi alohida tilga ilindi. Oxirida yuqorqi buyuk xizmatni amalga oshirish uchun Alloh bizga farz qilgan birlik va barobarlik asosida birlikda faoliyat olib berish qaror qilinib, xizmat guruhi qurildi. Muzokara qilish orqali xizmat guruhininki amaliy xizmat ishlariga Umar Qarajimning mas'ul bo'lishi qaror qilindi. Biz Istiqlol televiziyasi nomi bilan kelgusi umidimiz bo'lgan o'quvchilarimizning o'qishlarini davomlashtirish va ularga yor yo'lakda bo'lish uchun bosh qattirayotgan ulamo va ustozlarimiz, shundaqla har qaysi jamiyatlardagi ustoz va qarindoshlarimizga Allohdan rahmat tilaymiz. Hamda Allohdan ularning barliq ishlarini o'ngishli va muvaffaqiyatli qilib berishini tilaymiz. Shuning bilan birga barliq qarindoshlarimizning birlik kelsak bo'ladi deydigan umidining Allohning rahmati bilan ishqi boshlaganligi, Allohning rahmatiga erishish istigida bo'layotgan har qaysi sohadagi qarindoshlarimizning bu birlikni qadrlashi, moddiy va ma'naviy jihatdan hamdamda bo'lib, Allohning rahmatiga erishib olishini murojaat qilamiz. Aloqalashqchi Umar Qarajim. Telefon 0505 023 53 11. Tibet Xalqaro Mustaqillik uyushmasi Xitoyga qarshi namoyish qildi. Dunyo ovozi to'rining 23 avgust bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Tibet Xalqaro Mustaqillik uyushmasi Fransiya poytaxti Parijda zo'r ko'lamda Xitoyga qarshi namoyish qilgan. Xabarda bu qitimqi namoyish Xalqaro Tibet Mustaqillik uyushmasininki tunji qitimliq yig'inida elib berilganligi. Namoyishga Uyg'ur, Mo'ng'ul qatorliq Xitoyning zulmini tatiyotgan Xitoyga qarshi oz sonliq millat vakillari
hamda chet eldagi Xitoyga qarshi har xil tashkilot vakillari va Tayvan mustaqillik faoliyatchilari qatnashganligi bildirilgan. Xabarda yana oldingi asrning 70-yillardan beri Dalay Lama o'rta hal yo'lni tutib, Xitoy bilan suhbat o'tkazib, haqiqiy avtonomiyani qo'lga keltirishga urinayotgan bo'lishiga qaramay, bu qitimqi yig'inda ochiq holda mustaqillik bayonoti qilganligi va mustaqillik ideyasining asosi markaz qilinganligi bildirilgan. Xabarda yana muxbirning yig'in qatnashchilaridan biri bo'lgan Tibetlik Dinamni ziyorat qilib, uzoq yillardan beri faoliyat qilib kelyapsizlar. Mustaqillik ishlaringlarda ilgirlash bo'lmaganligi sababidan qurolliq harakat qilishni qaror qilib qilishinglar mumkinmi degan savolga mundaq javob bergan. Men bu xil faoliyatlarga qatnashayotgani uzoq mezgillar bo'ldi. Yig'in qatnashchilaridan birasining Xitoyga qurolliq qarshi otilmayli yoki bira zo'ravonlik harakatlarini qilayli deb maslahat berganini anglab baxmidim deb javob bergan. Bu qitimqi yig'ilishga Dunyo Uyg'ur qurultiyiga vakolatan bosh kotib Dolqin Aysomi qatnashgan bo'lib, muxbirlarga mundaq degan: Tibetliklar bilan bizning masalamiz o'xshash bir masala. Bu qitimqi yig'ilishga Xitoyning tajovuzchiligiga uchragan millatlarning birlashib muzokara elib berishidagi birdan-bir maqsadi bo'lsa, Sharqiy Turkiston, Tibet, Mo'ng'uliston qatorliqlarning mustaqillik mujodilasida boshqacha bir yo'l tepib chiqishdan iborat. Dalay Lama necha yillardan beri o'ttir yo'lni tutib, hech qanday muvaffaqiyatga erishamay qolmay, balki Dalayning agash kuchilari uningdan norozi bo'layotdi. Shunga Tibet masalasini hal qilishdagi muhim nishon mustaqillik bo'lishi kerak. Sharqiy Turkistonda kanadalik muxbir Xitoy saqchilari tarafidan tutildi. Xitoyga nazar to'rining 25-avgust bergan xabaridan ma'lum bo'lishicha, Dunyo pochta gazetining Osiyoga mas'ul muxbiri kanadalik Nesin Sandikiliper Sharqiy Turkistondagi Xitoy saqchilari tarafidan 3 soat tutib turib tekshirilgan. Xabarda Nesin Sandikiliper Sharqiy Turkistonning Ilishqu bozoridagi bir yeziga ommani ziyorat qilish uchun berib, 15 minutdan keyin moto setib olgan. Xitoy saqchilari uning yonida paydo bo'lganligi, uni tutib saqchi ishxonasiga elib borganligi, ishxonada uning kompyuter va yon telefonini aqtirganligi, 3 soat o'tgandan keyin uni qo'yib berganligi, biroq uning kompyuterini musodara qilganligi. Nesin Sandikiliper saqchixonadan qo'yib berilgandan keyinmi uning atrofida saqchilarning agishib manganligi, Xitoy saqchilari uningga banditlardek muomala qilganligini oshkorlagan. Xabarda deyilishicha, Xitoyning Yarshari pochta gazeti muxbirlarini tutib tekshirishi tunji qitimli ish emaskan. Nesin Sandikiliper Uyg'urlarning bexatarlik vaziyatiga aloqador xabarlarni yozib kelayotgani uzoq zamonlar bo'lgan bo'lib, u Uyg'urlarga munosabatli xabar yozib 2014-yili Kanada Kechirim xalqaro mukofotiga erishgan ekan. Xabarda yana muxbirlarni qo'g'dash komitetining bergan ma'lumotini naql qilib bildirishicha, navbatda Xitoy turmalarida yozuvchi va muxbirlardan 49 kishi tutib turilayotgan bo'lib, Xitoy dunyo bo'yicha muxbir va yozuvchilarga ziyonkashlik qilishda oldingi o'rinda turadi ekan. Xitoyning 19-qurultiyi harpisida kishilik huquq advokati Gao Jishing yo'qolib ketdi. Shintangning to'rining 20-avgust bergan xabaridan ma'lum bo'lishicha, bir qancha yildan buyon oilasida nazarband ostida yashayotgan Xitoy kishilik huquq advokati Gao Jishing 19-qurultoy harpisida o'zi turayotgan uydan izdiraksiz yo'qolib ketgili 7 kun bo'lgan. Xabarda Gao Jishing Falun Gong vaqasida bir qism erkinlikni kuylaydigan yozmalari va kitoblari sababli 4 yil jazolanganligi. Shuningdan buyon Xitoy bexatarlik tarmoqlari tarafidan oilasida nazorat ostiga ilinib kelganligi, nazorat ostidagi holatda bir qancha kitob yozgan bo'lib, Xitoy bexatarlik tarmoqlari tarafidan bir qancha qitim yozishni to'xtatish haqida ogohlantirish va tahdidlarning qilinganligini oshkorlagan. Xabarda yana Gao Jishing yo'qolib ketib bir qancha kun o'tgandan keyin Gao Jishing nomi bilan ijtimoiy aloqa uchurlarida menga ko'ngil bo'lganingizga rahmat. Men qochib chiqib bo'ldim. Vaqtincha yon telefonni ko'p ishlatmadim. Boshqa gaplarni men Amerikaga borgandan keyin deyishayli degan uchurini yo'llaganligini. Keyin Gao Jishing na Amerikada, na boshqa davlatlarda o'zini ko'rsatmaganligini, ayoliningmi hech qanday izderikini ololmaganligini oshkorlagan. Xabarda tahlilchilar yana Gao Jishingning yo'qolib ketishi Xitoyning 19-qurultiyi harbisidagi huquq talashish krizisining natijasi ekanligi, Xitoyda Jiang Zemin guruhi kuchlarining qattiq kuchayganligi. Bu vaqa Jiang Zemin guruhining 19-qurultoyda
Xi Jinpingdan huquq tatib olish uchun qilgan siyosiy o'yini ekanligi. Jiang Zemin guruhi Gao Jishing voqeasi orqali xalqaroda Xi Jinpingga besim shakllantirib, hujum qilish ekanligini muayyanlashtirgan.